Tak, qadrli obunachi, jigarlar, mana shu mashinani BYD Yetkini 55 million bilan shu yerdan olib chiqib ketasizlar desam ishonasizmi buni? Drive salonida BYD Yetki 405 kilometr yuradigani, bemalol 55 million bilan boshlang'ich to'lov bank qilib olib ketsalaringiz bo'ladi. Buning qulayliklarini hozir birin-ketin aytaman. Oldida 3 talik led faralari bor, mana led faralari bor. Old reshetkasini qarang, chiroyli buni. Old reshetkalarim chiroyli qilib ishlangan. Samgilarni padarik ayolingizga padarik sezim bo'lyapti. Eski kartani qo'yib bemalol ochib yurishingiz mumkin. Besklyuchovoy dostuplar ham bor ekan. Bundan qarang, qulayliklarni aytib o'taymi sizga. Hozir zaryad olyapti. Ekrani anada birinchi tablochasi o'rtaga mayligina tablochi bor. Hozir quyosh tushib turibdi, saringizni ko'rsataman. Mana yerda bo'lsa, mana yerda pechkalarni havo keladigan urgirovka qilasiz. Juda ham tez mashin, 130 kilometrgacha tezlikda tortadi, lekin 130 ga yurishiga qaramasdan juda ham tez. Monitor dyumlari 10lik menga chiroyli mashina, o'zim ham oldin havas qilganman olishga. Skoroslari bo'lsa rechakli, mana qarang. Hamma narsa bor. Skoroskiy doroga, avto hold rejimlari bor. Bu yerda uchib yoqishlari, volumlari, parkovkalar ham bor. Mana yerda barlari ham bor, mana yerda bardachoklari ham chiroyli. Ichki tomon hamma narsa kerak bu joyda ishlab chiqarilgan. Mana yerda chiroqlari bor, sensorli bo'lishi kerak. Mana yerda hozir yonib turibdi. Sensorli menimcha chiroqlar chiroyli qilingan. Plastik qilingan, lekin chiroyli. Orqalari bo'lsa xuddi sportivniy sideniyalar. Sportivniy sideniya orqalari o'tirsang manzara qilib. Voy, bosib yuboring, havas qildim. Agar birortamga tabriklayman, padarik olaman desangiz, bemalol olavering. Bosib yuboradigan joyi, orqasi ham mayda bo'lishiga qaramay ancha kenish. Juda ham kenish ham joylar orqalari. Kenish qilingan. Orqa tomondan ham. Bitta buning tan narxi 224 million deyapti. Kesalaringiz bu yerda chiroyli narxda qilib beradi, 55 million bilan chiqar ekan. Drive salonida, Termizda. Pastda raqam qoldiraman. Aloqaga chiqib, men nomimni kesalaringiz xursand bo'laman. Men nomimni kesalaringiz yana ham balkim kelishtirib berish mumkin.